Zayba. Bu yerda nima qilamiz? Xuddi bu zavod odamlarni o'ldirish uchun yaratilganga o'xshaydi. Qayerdasan? Tez-tez o'ldir. Amaki, nima deyapsiz? Mening miyam yo'q. Shunga men u narsalarni tushunmayman. Aytgancha, men zombilarni boshqaraman. Ha. Hozir men allaqachon men manipulyator bo'lganman. Meni pul uchun o'ldiryapsizmi? Pashol nahoy, ololmaysizlar. Biz o'lamiz. Nima? Yana tushuntiraman. Men iblisman. Men ichingizga kirishimga ruxsat bering. Oha, men tayyor. Bilet Musa ichidan chiqdi. Zato bu cho'milmagandan ko'ra yaxshiroq. Okey, hammasini zo'rlash vaqti keldi. To'xtanglar, menga ozgina vaqt kerak. Vaqt kerak deyapman. Onangni faqatgina sen tirik qoldingmi? Mayli, men seni olib ketishim kerak bo'ladi. Meni uy hayvonim bo'lasan. Rozimisan? Ha, albatta. Shu kundan boshlab men seni ovqatlantiraman va sen bilan birgalikda uxlayman. Axir bu meni orzuyim. Buni kiyib ol. Bu ayki sen bilan birga yashaydigan odam va birgalikda hojatxonaga ham borasizlar. Hozir ochlikdan o'lib qolaman. To'xtang, siz yana bir narsani unutmadingizmi, Makima xonim? Yura qol jigarim, birgalikda ishlarni qilishimiz kerak. Agar Makima xonim yana shunaqa ohangda gapiradigan bo'lsa, men seni o'ldirib yuboraman va shu kundan boshlab meni qoidalarim bilan yashaysan. Blayt. Onangni. Seni qoidalaringga qo'yganim bor, lekin Makima xonimni himoya qilaman. Onangni. Okey, yetadi. Biz birozgina mashq qildik. Albatta. Men orqamdagi deraza orqali hammasini ko'rdim. Bizni qo'shlarimiz juda ham asabiy. Ularning asabini buzmagani yaxshi va shovqin ko'tarma. Bizni haydab yuborishmazsan. Xo'p bo'ladi. Kadoka. O'chir. Svetlo, pitlo, mitlo, fitla. Patla, pikla. Orqamda tur. Albatta, axir siz qahramonsiz-ku. Kutganimdan yaxshi. Uni o'ldi. Vazifa bajarildi. Yana nima qilish kerak? Do'stim, bitta iblisni yo'q qildim, kuchayib ketmagan. Lekin yaxshi boshlanishiga. Menimcha bugun to'liq qiladigan ishlarim bor. Xayrli tun, aka. Nima bu? Jamoaga yangi odam qo'shildi. Yo'q, hamma ahmoqlarga yo'q. Iblis! Hech qiz yo'q, shunchaki maqsad qo'yamiz. Okey. Jamoaga xush kelibsan. Bu Power. Va Dolboyev Yibanoti va qo'lidan hech narsa kelmaydigan, faqatgina rep aytish biladigan bitta qiz. Oppa. Qo'y keling, to'xta. Menda pasport bor, bitta bo'laring. Blazer kalli. Dano nahoy. To'xta, birgalikda. Xo'p, hozir. Birgalikda sakraymiz. Onangni. Menga biror nima aytmoqchi emasmisizlar? Ha, Denji aytmoqchi. Ha, hammasini aytib beraman. Bu tepadan sakrab, nima agar men bunaqa qilmaganimda o'lib ketarding? Men seni bo'g'ib o'ldiraman. Men qanchalik kuchli ekanligini bildim. Sen ham kuchlisan. Aytgancha, agar menga bir narsada yordam bersang, ko'kragimni ushlashing mumkin. Xo'sh, nima qilish kerak? Men hamma narsani uddalayman. Endi orqaga yo'l yo'q. Meni hech qachon to'xtata olmaysan. Sizga nima kerakligini to'g'ri tushunaman. Lekin ruxsat bera olmaymiz. Bora berish kerak. Afsuski, menda pul yo'q. Buni unutishimiz kerak. Yo'q, axir bu Makima xonimning o'zlari-ku. Nimaga chaqirganimizni bilsangiz kerak. Nimaga? Kesildi. Bu meni savolimga javobingiz. Yo'q, buni rostdan ham bilmaysizmi, Makima? Nima bo'ldi? Aytali hech gap yo'q. Demak hammasi. Balki meni aldab o'ldirmoqchirsan? Yo'q, albatta. Ha, shunday qilmoqchi edim. Men ovqat olib kelishini kutgan edim, lekin nega o'sasigan kartoshkaga o'xshaydi? Chunki sen lo'qsan. Shunday qilib kartoshka gapirishni ham biladimi? Qani yeb ko'raylikchi. Bilat, bu aynigan u. Men biroz kisloroddan nafas olishim kerak. O'rningdan tur, jigar, sen hammasini uddalaysan. Shu. Yaxshi, unda seni yeyman. Kim baqiryapti, bilat? Qani arrayishga to'sh, bir. Ertaga yana ishga ketishim kerak. Yibay. Qo'ya yo'l, bu yerdan tez qoch. Tezroq bo'l. Bu legendarni jugulini ushla. Qani qaytimni ol. Yibay. Yibanoti olib. Endi ushlasam bo'ladimi? Hali o'yin tugagani yo'q. Albatta. Qani ketdik. Men bu narsaga qaradim tayyorman. Shunda bo'lib qoldim. Faqat shumi? Bu. Men maqsadimga erishdim. G'alaba qozondim. Jam. Jiddiy jarohat olibsan. Sen mendan xavotirlandingmi? Yo'q, bu Makima xonimning buyrug'i edi. Demak, Makima xonim meni yaxshi ko'radimi? Ha, men televizorga chiqdimmi? Bilasanmi nima? Nima? Pashondan qo'y. Meni yolg'iz tashlab ketma. Hisobot. Power Denjiga xiyonat qildi. Denji Powerni o'sha iblisdan qutqardi
va yana ular sentralniy joyda jang qilishdi va u jangda Denji yutib chiqdi va hozir Denji kasalxonada, unga ozgina pul kerak. 200 ming yetadimi? Yetadi. Xo'sh, erkaklar uyg'onib berishga tayyor. Bu yerda hamma tosh shunday. Albatta shunday. Mana yana Ibanusga bir tong. Kimnidir chaqirdingmi, Denji? O'qchi bayt. Endi u sizlar bilan birgalikda yashaydi. Balki sabab tilayman, aka. Bir gapim bor. Men bu to'lish uchun kurashishga tayyorman. Meni ko'kragimga tegishing mumkin. Meni orzuim buzildi. O ayol, menga qo'lingni ber. Ular birlashdi. Endi men bu qo'lni hech qachon ishlatmayman. Menga barmog'ingni ber. Barmog'ing kichkina ekanmi? Biror narsa paydo bo'ldimi? 2 barmoq qilma deysiz? Albatta. Meni kimdir kuzatib kelyapti. Men hujumga o'tishim kerak. Men seni bitta kaptagimni yo'q qilaman. Bla. O'yinni tugatdi. Men o'q yedim. Qo'lim soqatda qo'lqop kiyib kelaman. Ajoyib, endi birgalikda uyga ketamiz. Biz zanglagan tumor orqali buni qila olamiz. Aka, yolg'onchi. Menimcha u yolg'on gapirmadi. Menimcha bu yerdagi yagona talabiyab odamsan. G'olib bo'lgan odamni mukofotlayman. Men birinchi bo'lishim kerak. Yepsam men birinchi bo'laman. Boshni mahkam qilib ushlab oling. Bilav, oxirgi marta men xuddi shunday bo'lgan holda men ko'zimni yo'qotgan edim. Xursand bo'lishinglar mumkin, tuzoqqa tushdik. Meni fikrimga asoslanib e'lon qilaman. Ha, nima ekan? Menga sigaret kerak. Muammosiz. Jamoat joyida bunday ishlarni qilishga o'yalmaysizlarmi? Menga tezda Denjini beringlar. Xo'p, Denjini beramiz. Bu, men qo'limdan kelganini qildim. Denji, tayyormisan? Denji, olg'a. Ochil bilet, o'zim ham bilaman. Kim meni shirinligimni yeb qo'ydi? Sen. Yo'q, bu men emasman. Nima? Denji, sakra. Nega u boshqa tarafda? Bu bilan nima demoqchisan? Iltimos, Denji, biz uchun o'l. Men uni o'zim o'ldiraman. Jigarlar bir-biriga shunday holda kerak. Men ay, bilet biznes o'g'riyapti. Denji, sakra. Vohoy! Qabristonda hamma jam. Qishloqda meni nima deb chaqirishini bilasizmi? Milliarder g'oz. Shu narsaga ishonadi deb o'ylaysizmi? Ha, mayli, men ketdim. Ular bu o'qlarni olishimiz mumkinligini aytdi. O'zi bu nima? Jamoa, ajoyib ish. Nima bu, siydikmi? Qattan bildingiz? Bu meni ovqatim. Xo'sh, endi mukofot. Qanday mukofot? Hech qanday. O'pish. O'pish? Men hasad qilyapman. Ha, kimni hasad kelmaydi? Bizda senga aytganda buni qilmagin deb. Meni birinchi o'pishim. Zato o'pishding-ku. Siz meni qo'llab-quvvatlashingiz kerak. Bizni kechamiz sizga yoqdimi? Unutilmas kecha. O, bu sizmi, Makima? Derazadagi go'zallikni qaragin. Xo'sh, kechqurun nima qildinglar? Shiddatli jang. Men qarshiliklarni yoqtirmayman. Unga e'tibor bermanglar. Hamma narsaga ham ishonaverma. Tez orada o'lasan. Bilafu. Bu meni bobom. Men bu boboyni nima qilaman? Bobomni haqorat qilma. Aka, men senga aslida haqiqatni aytaman. Aslida men meksikanis odamman. Yaxshi, men dadamga o'xshab harakat qilaman. Masuka. Qoyil, meni g'azablantira olding. O'z sal qo'lda. Qamallama. Pashona qo'y. To'xta. Uni yo'q qilish uchun birgalikda ishlashni taklif qilaman. Bu juda ham yaxshi. Shunda men birga urishishim kerakmi? Yaxshi. Men sen mensan. Bitta odam g'olib bo'ladi va u ham menman. Faqat hammasi haqqoniy bo'lsa. Davay taslim bo'lsa, men uni kallasini tutashayman. Qila olasanmi? Ha, nahotki qilolmaydi deb o'ylayotgan bo'lsang. Basharingga kechirasiz. Lekin uni qizil sochli yigit kim? Poyezdda jasadlar bor. Ularni men qilmadim. Qoyil, ajoyib hazil bo'ldi. Ishonaylik dedim. Gapir. Nimani gapiraman? Bayt gapiryapman-ku. Biznes. Siz yutdingiz. Nima, sikib qo'yishdimi? Ha. Biznes. Siz bilan biroz jang qilsam bo'ladimi? Pashon. Ahmoq, tursang-chi. Haqiqatdan ham ketmoqchimisan? Ha, men shunga qaror qilgan edim. Siz meni aqlli deb o'ylaysiz. Aslida musor odamman. Ular senga dam berishibdi. Olma mengami? Yebamisa olmani o'zimga olganman, bor o'zingga sotib ol. Men olma xohlayman. Balki boshqa narsa xohlayotgandirsiz. Bu inson bilan mashq qilish boshlaganingizdan keyin sizni biron bir joyingiz nogiron bo'ladi. Faqatgina 3 ta savol beraman. Qancha qamoq jazosi berasiz? Albatta butun umr mashg'ulotingiz va ovqatlanish. Qo'shilaman. Qanday pivo yoqadi? Jogolovskiy. Menga ham. Xolos javoblar uchun rahmat, lekin ular men uchun ishlamaydi. Lekin pivoda dadamiz bir xil ekan. Ular ikkinchi qavatda yashasharmidi? Oyog'im. U kelyapti. 3 sekundda kiradi. O'sha. Bugun kun juda ham ajoyib boshlandi-ku. O, biznes. U meniki. Sen hatto mas odamni ham o'ldira olmading.
Siz u bilan shartnoma tuzishingiz kerak va u dalbo'yib teng turdi. Qayli tong, sizlarga muz quymoq yoqadimi? Albatta yoqadi-da, bo'lmasa bu yoqqa kelmasinglar-ku. Menga kuchingni ber. Nima? Sen mendan shunchaki foydalanmoqchimisan? Ajoyib, sen menga yoqyapsan. Men senga kelajakni ko'rishga ruxsat beraman. Nihoya, yuzam. Har kuni soat 3 da shu yerda bo'laring. Bo'lmasa yana xuddi shunday holat bo'ladi. Mashg'ulotlar qanday o'tdi? Direkt qolishdi. Ajoyib, bular menga yoqdi. Birinchi rasmga xuddi boshqalar chida olmagan edi. Boshliq, sizga tayoq kerakmi? Men tashvishlanmayman. Bu biron narsani eslatadi. Orqamdan qocharsizlar. Yigitlarimni ketishini xohlaysizmi? Bizda bunday resurslar yo'q, shuning uchun. Sehrli? Ha, sehrli bari. Va u nima qila oladi? Siz faqat hojatga birinchi bo'lib kirasiz. Xavotir olma, o'zim tekshirib beraman. Binoda shaxta paydo bo'libdi. To'g'riroq iblis. Xavotir olmang, men sizga hozir jamoamizni tushuntirib beraman. So'kat tiqilib qoldim. Aql odam hamma narsani yeydi. Dalbayob, to'xta. Va qandaydir maskali bola u hech kimni ayamasdan o'ldiradi. Va keyingisi, biz seni farishtamiz. Lekin u farishta bo'lishiga qaramasdan. Mana buni o'sha taqvo. Kasal bo'lma, rahmat. Voh, ko'kras bu yerda nechtadir odamlar bor ekan. Bu kim o'zi? Bu biznes. Onangni hammasi biznes bo'lib ketdi-yu. Men bu qanchaqdan hozir zo'rlayman. Men g'olib bo'laman. Musht qil. O, mehmonlar. Kel bobom haqida gaplashamiz. Birinchi yo'ldan qochib bo'lmasa hozir boboyning oldiga jo'nataman. Gapingga javob bera olasanmi? Ha. Yebayt. Bu meni bobomni haqorat qilganing uchun. Menga po'xoy. Sen dalbobligini bilarmiding? Men seni bir qo'l bilan ham yengaman. Tamomsan. Bile quyon rasmini chizib yubordim-a? Jeka, uni ozgina qiynamaymizmi? Balki tuxumlarga bitta. Nima bu, hazilmi? Agar siz videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, siz qahramonsiz. Va bizning Telegram kanalimizga ham qo'shilib qo'yishni unutmang. Endi editni tomosha qiling.